Ayni hozirgi vaqtga to'g'ri keladigan video bo'libdi-da bu. Mana bu videoni bitta ko'ring, xulosa sizdan. Shumahoni? Meni o'g'limni telefonini olgan senmisan? Yur. Sen kimligingni unutib qo'yding shekilli. Nima haqqing bor telefonini olgani? Aka, sal o'zingizni bosib oling. O'quvchilarda oldida hurmatsizlik qilyapsiz. Yuring, xonada gaplashamiz. Yur. O'rtoq direktor, meni o'g'limni telefonini olib, hammani ichida darsdan so'kib haydab yuboribdi. Bizdan iltimos, keskin chora ko'rib bering bunaqa o'qituvchilarga. Azizbek, gapirayotgan gaplar to'g'rimi? O'g'li dadasiga nima deb borgan bilmadim, lekin o'zi aslida bugungi mavzuyimiz bolalar tog' jinslari haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Fozilov, Mamla meni daftarimga olib ketibdi. doim seni shunaqa daftaring qolib ketadi. Yana bir marta daftaring qolib ketsa, jazolayman. Qo'lingdagi telefonni olib ket. Hozir dadam aytib kelaman. To'g'ri. Farzandimiz hammamiz uchun aziz, lekin har safar dars o'tyapsam, daftarimni tashlab keldim deydi. Telefon o'ynab o'tiradi. Agar telefoningni yig'ishtir, daftaringni olib kel, darsga yaxshi qatnashib o'tir deyishlik, so'kish bo'lgan bo'lsa, mayli. Bugunoq arizamni yozaman. Aka, agar maktabda o'qituvchi farzandingiz uchun nimadir qilgan bo'lsa, bilingki, farzandingizni kelajagi yaxshi bo'lish uchun harakat qilgan. Ming bor uzr.